Zor məğlۇبىيەت. ئاپتورى Zbigniew Brzezinski. 20. ئەسىردىكى كوممۇنىزىمنىڭ گۈللىنىشى və ھالاكىتى. 6. bab 5. qism. دۆلەت ئىچىدىكى مىللەت مەسىلىسى. Stalin barlıq millatlar мәсьәлесini мәңгүлік hal qılıvatgandek idi. Yani mustaqil аңға ega barlıq Rus millatidan bo'lmagan rahbarlarga ziyonkashlik qilish orqali hal qilgan edi. Lekin qisman holda Stalinizmni tanqid qilgan taqdirdami, millatlar masalasi yanala davlat ichidagi barliq siyosiy mushkul masalalar ichida eng oson parakandichilik keltirib chiqardigan yoshurun masala ekanligi oshkorlanib chiqadi. Sovet ittifoqidagi boshqa millatlarning mustaqillik talabi, hatto avtonomiya talabi budjet qilingandan keyin Stalin millatlar inoqligining yuzaki hodisasini o'ydirib chiqadi. Asosliq ifodasi eg'izida Rus, ya'ni xo'ja akasiga hurmat qilish va qizg'in so'yish bo'ldi. Hatto G'arbning ko'p sondagi Sovet ittifoqini kuzatuvchilari Sovet ittifoqining millat masalasi hal bo'ldi degan qarashga ishonadi. Bu G'arbning Sovet ittifoqi o'ttirib qo'ygan qarashni, ya'ni buyuk Rus millatila millat, Sovet ittifoqi nupusining 50%ni egallaydigan boshqa millatlar oz sonliq millat degan qarashni oqilona bo'lmagan holda qabul qilganligining ifodasi. Mubada oshkorlik Stalinizmning o'zidagi masalasiga taqalganda Sovet ittifoqi millatlar buyuk ittifoqligining saxta qiyofati shu hamon kuli ko'k so'riladi. Tarixda haqiqiy Sovet ittifoqiga tava necha millat orasida boshqurishga uchirgan milliy hissiyot va dushmanlik pozitsiyasi tezlikda oshkorlanib chiqdi. Bu asonliq millatlarning allaqachon texmi keng ma'niga ega bo'lgan Sovet millati qarshining ko'z bo'yamchilik ekanligini dalilladi. 1987 yılı 1 aydan 1988 yılının o'ttirlarigacha Sovet ittifoqida taxminan 300 qatim milliy ma'lumotchilik yuz berdi. Ba'zilarining ko'lami nihoyat cho'ng bo'ldi. Ma'lumotchilik asosligi Rus millatidan bo'lmagan 15 ittifoqdosh jumhuriyatning 9'ida yuz berdi. Millionlagan kishi ommaviy yig'ilishga qatnashdi. Necha 10 odamning o'lishidak o'xshamagan guruhlar orasidagi to'qinishni keltirib chiqadi. Ruslardan boshqa millatlarning o'shmanligi ikki tarafdan markazlik aks etdi. Birinchi tik liniyalik bo'yicha Moskvaning cho'ng Ruschaligining markaziy hukmronligiga qarshi turdi. Ikkinchi tekshi yo'nalishda Ruslardan boshqa millatlarning orasidagi manfaat to'qinishni oshkor ifodalab berdi. Cho'ng Ruschilikning kontrolligiga qarshi turadigan bir qism millatlar asosligi o'tmishdagi nohaq muomalalarni tuzatishni talab qilishdi. Masalan, Qrimdagi tatarlar, ular 1944 yildan 1945 yilgacha bo'lgan oraliqda Stalin tarafidan majburiy holda illiq Qora dengiz yarim orolidan Iroq, O'rta Osiyo va Sibiriyaga ko'chirildi. Boshqa millatlar, masalan, Ukrainalar yoki Belaruslardagi ziyolilar o'z millatining diniy va madaniyatining ruslashib ketishiga oshkor qarshi turdi. Boshqa bir qism millatlar, masalan, O'rta Osiyodagi musulmonlar diniy va madaniyat jihatdagi avtonomiya huquqini kengaytirishda qat'iy ching turdi. Yana bir necha millat texmi yiroqlab mangdi. Masalan, Litvaliklar, Latviyaliklar va Estoniyaliklar 40 yillik ezilishga uchirgandan keyin ko'chalarda namoyish qilib 1940 yildagi majburiy Sovet ittifoqiga qo'shib o'tishga qarshi turdi. Baltiq dengizi bo'yidagi har qaysi ittifoqdosh jumhuriyatlarning vatanparvarlik hissiyoti portlash xarakterlik bo'ldi.
Stalinizm yüzəkili boysundurğan Litvalıqlar, Latviyaliklar, Estoniyaliklar əzəldən roşan milli eğini həqiqi yo'qatmagan. Bu aң bilan Skandinaviyadagi demokratik dövlətlər bilan o'xshashligi Sovet Cumhuriyatlari bilan bo'lgan o'rtaqliqqa qaraganda texmi ko'p. Gorbachevning oshkorligi bu kayfiyatni to'liq ifodalab chiqdi. Keng ko'lamdagi oshkora namoyishda uzun mezgil cheklangan dövlət bayrağını ləpilditishi, uzun mezgil cheklangan dövlət naqsini aytishi bu hissiyatning dastlabki ifodasi bo'ldi. Hatto bir qism Sovet ittifoqiga qarshi partizanlar atirtining koni askarlarimo asosliq nutq so'zligichi sifatida namoyishlarda o'ttirg'i chiqdi. Baltiq dengizi bo'ylaridagi jumhuriyatlardagi bir qism partiyaning yuqori darajalik rahbarlarimo ilhomlanib, Sovet ittifoqdosh jumhuriyatlariga texmi yuqori yangi siyosiy o'rin berishni oshkor tashabbus qildi. Yana Moskva kontrolligidagi iqtisodiy rayonlarni erkin iqtisodiy rayonga o'zgartishni talab qilishdi. Bu tasavvur Gorbachevning iqtisod maslahatchisi Abil Aginbegiyaning qo'llashiga erishdi. Bu xil tasavvur Jungoning dengiz bo'yi rayonlarida erkin korxona qurib, chet el mablag'ini jalb qilgan alayda rayonlarga nihoyat o'xshaydi. Stxiyli qurilgan Baltiq dengizi xalq fronti dövlətning haqiqiy avtonomiyasi va yerim mustaqil o'rnini qo'lga keltirishning ulug'vor planini tuzib chiqdi. Front yana hokimiyat yurgizayotgan kompartiya bilan raqobatlasha siyosiy tashkilotning borligini ifodalab berdi. Faqat oshkorlikni davomliq yo'lga qo'yganda ittifoqdosh jumhuriyatlar hamon bir kuni haqiqiy milliy egilik huquq berishni talab qiladi. Bir vaqtda Stalinizmni oshkora ayiblash ruslarga qarshi hissiyatni bevosita ifodalashning niqobiga aylandi. Chunki hozir bu hissiyatni oshkora ifodalash yanada intayin xatarlik. Шуңа 1988-yili 2-ayning 18-kuni nashr qilingan Ukraina adabiyoti jurnalida Ukrain yozuvchisi Oleska Museyenko Stalinning cho'ng qirg'inchilik vaqtida Ukrainaning siyosiy va ilm sohasidagi sarxillarga ziyonkashlik qilganligini, Ukrain dehqonlari cho'ng ocharchilikni qasdan ig'irlashtirgan alvostiliqni oshkora aybladi. Cho'ng ruschilikni bevosita ayblamadi. 1987-yili kuz va 1988-yili atiyozda Baltiq dengiz bo'yidagi xalqlar Stalin tarafidan surgun qilingan ziyonkashlikka uchraganlarga ta'ziya bildirishdi hamda texmi ko'p huquq berishni talab qilishdi. Әмма Ruslarning o'zini azganligini bevosita ayblamadi. Tatarlar o'z uylariga qaytishni qo'lga keltirish uchun namoyish qilib, o'zlarini majburiy surgun qilganligini aybladi. O'rta Osiyodagi musulmonlar diniy yig'ilish o'tkazib, qabri beshida o'zlarining yurtida Stalinga qarshi harakatni bostirganda ziyonkashlikka uchragan molla va 2-dunyo urushida Qizil armiyada majburiyat o'tashni rad qilib, ziyonkashlikka uchragan musulmonlarga hozir tutdi. Bundan boshqa bir qism millatlar aksicha Gorbachev guruhining cho'ng ruschilarni yerlik millatdan bo'lgan amaldorlarning o'rniga almashtirganligini bahona qilib, markaziy kontrollikqa qarshi turdi. Masalan, 1986-yilning oxirlari Qozog'iston Jumhuriyatining poytaxti Olmaotada necha kun davomlashgan keskin qarshilik harakati yuz berdi. Barliq millatchilik talablari va harakatlarining hammasida o'rtaq bir orzu bor. Moskva cho'ng ruschilarining ular zo'rlab tangan rishtisini ojizlatish, hattoki uzib tashlash. Din millatning o'z taqdirini o'zi belgilashning asosi bo'lish sifati bilan O'rta Osiyoga nisbatan aytganda texmi mo'yim.
O'rta Osiyoda 45 milliondan 50 milliongacha musulmon bor. Xurapatlıqni yo'qotganlikni jakarlab, xeyli yillardan keyin Sovet İttifaqı gazet jurnallari 1987 yili va 1988 yillari amalsiz islom dinining qaytadan bosh ko'targanligini, maxfiy diniy faoliyatlarning gullanganligini e'tirof qilishga majbur bo'ldi. Afg'oniston urushi musulmonlar gavdasining engini qaytadan tirildirdi. Anglashlarga qaraganda, hatto musulmonlar rayonlaridagi kompartiya amaldorlarimo untinsiz diniy faoliyatlarga qatnashgan hamda yerlik xalqning milliy urf-odatiga hurmat qilgan. Bir yozuvchi 1987 yili 5-oyning 20 kuni nashr qilingan adabiyot gazetida og'irnib turib, Toshkentda umumyuzlik tarbiya ko'rgan odamlar xizmat qiladigan Cumhuriyetning maxsus aloqa markazida e'lon taxtasida har kuni degudak g'alit e'lonlar paydo bo'ladi. Xizmatdoshlarini har xil diniy faoliyatlarga qatnashishga taklif qiladi. Yerlikdagi kommunistik yoshlar ittifoqining sekretarlari yana kishilarni Qur'onni qiroat qiladigan meyit namoziga qatnashishga taklif qiladi degan. To'g'ri yo'nalishlik, ya'ni gorizontal millatlar to'qinishida o'xshashli bo'lgunchilikni keltirib chiqaradigan ig'ir xavf bor. Ba'zi Rosdan boshqa millatlar ichida, bo'libmi Kavkaz rayonidagi har qaysi millatlar orasida azaldan do'stlik, ishonch bo'lib boqmagan. Tarixiy uzun Gruziyaliklar, Armaniyaliklar, Ozarbayjonliklar va boshqa kichik millatlar orasida diniy e'tiqod va zimin uchun necha 100 yil to'qinishdi. Xristian dini va islom dini cho'ng mavjud bo'lib turgan rayonda, ya'ni u yerlar o'xshamagan millatlarning aralashib turishi bilan texmi murakkablashib ketgan. Milliy o'chmanlik Stalinning Sovet ittifoqini birlikka keltirish mezgilida yoshirin holatda turgan. 1988 yilning beshida bu xil o'chmanlik Armanlar bilan Ozarbayjonlar o'rtasida tuyuqsiz portlagan qonliq to'qinish paydo qildi. Bu to'qinishni Armanlar ko'proq o'ltiraqlashgan Nagorno-Qarabağ rayonini Ozarbayjonga bo'lib berish keltirib chiqargan bo'lib, kelgusida texmi ko'p milliy va diniy to'qinishlarning bo'ladiganligidan derak bermoqda. Bu to'qinishda necha 10 odam o'ldi. Armeniya poytaxti Yerevanni millionlagan omma necha kun kontrol qilib oldi. Gerçi bu müşkül və başqalarını xoş qılalmaydigan vazifa bolsa-mı, Kreml sarayı amalsız milli kayfiyat ulğayğan Ermənlər və Azərbaycanlarını baş quruşqa məcbur boldu. Gorbachevning siyosati barliq masalalarning oshkorlanib chiqishiga ruxsat qildi. Samimiy, noiti oddiy milliy norozilik kayfiyatini oshkor ifodalashga ruxsat qilmasa, oshkorlik va demokratiyalashtirishni ilgari surgili va amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Boshqa millatlarning ziyolilari va o'quvchilari Stalin davridan qolgan azob-uqubatga hozirgacha echinadigan bo'g'achqa cho'ng ruschilikning xohlagancha qirg'in qilishini yanada esidan chiqarmag'achqa, ularning oshkorlik ato qilgan fursatdan foydalanmasligi mumkin emas edi. Gorbachevning o'zimi gorizontal milliy to'qinish hatto vertikal cho'ng ruschilikqa qarshi to'qinishga o'zgarib ketadiganligini e'tirof qildi. U 1988 yili 7-oyning 19 kuni so'z qilib, Armanlar bilan Ozarbayjonlar o'rtasidagi to'qinishda kayfiyat allaqachon kontrol qilg'isiz darajaga yetdi. Sotsializmga, Sovetga va Rus millatiga qarshi xarakterdagi shiorlar paydo bo'ldi deb ko'rsatdi. Yana kelib, faqat iqtisodiy jihatda azroqli huquq bersa, yerlikning texmi ko'p bevosita kontrol qilish huquqini talab qilishini ilgari surgili bo'ladi. Bundaq bo'lganda, iqtisodiy islohot talabi bilan texmi cho'ng portlash xarakterdagi milliy masala birlashib, ahvolni texmi murakkablashtirib yetadi.
Kreml sarayidagi oq ko'ngil mo'tadil rahbarlar balkim ishning bu darajaga berib yetishini o'ylabmi boqmagan bo'lishi mumkin. Milliy masala portlab chiqqandan keyin Moskvaning milliy masalalarni tahlil qilishidan qaraganda markaz o'zining tashviqotidan mas bo'lib, milliy masalaning mavjud emasligiga haqiqiy ishondi. Shunga kishilarning milliy masalaga bo'lgan inkosi o'xshash emas. 1988 yili 2 ayning 9 kun nashr qilingan xabarlar gazetida Litvaning ideologiya buzg'unchiligini, ularning kompartiya a'zolarini milliy manfaatning xoinlari deb qaraydiganligini g'azab bilan aybladi. Gorbachevning shaxsiy tahlili texmi tushuniksiz. Almatada zo'ravonlik vaqasi yuz bergandan keyin u milliy masalani әмді кәскен ilmiy tadqiqotda emas, balki ziyofatdagi go'zal so'zlar bilan mo tasvirlashga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. 30-yillardan buyangi siyosiydagi, ya'ni untinsiz milliy masala qaytadan ko'rildi. Bu qitim ko'rilishi islohotni ilgari surishning natijasi bo'lib qolmasdan, yana ehtimol islohotga bergan eng og'ir xirs bo'lib qolishi mumkin. Dövlət içidəki parçalanışның qalğan 3 səbəbi diplomatiya sahəsində ifadələnildi. Münazirələr faqat texmi kiçik dairədə çəkilənidi. Asaslıqı Sovet İttifaqı siyasətini belgiləyən rəhbərlər arasında çəkilənidi. Gərçi şundaq bolsa-mı, diplomatiya siyasəti məsələsi haqqında münazirələşiş Sovet İttifaqı tüzülməsində intayin heyran qalarlıq yeni iş hesablanidi. Bu demokratiyalashtirishda texmi cho'ng taraqqiyot bo'lganligini tushuntirib berdi. Partiyaning amaldorlarining markazlashtirilgan kontrol qilish huquqidan paydin-pay ayrilib qilayotganligini texmi isbotlab berdi. Dövlət ichining Afg'oniston urushiga diqqat qilishi. Diplomatiya siyosatidagi bu masala paydin-pay eng keng doiralik oshkora munozirani keltirib chiqardi. Gerçi avam dastlabda bu urushning maqsadiga oshkora gumonini o'ttirib qo'ymagan bo'lsa-mu, ammo o'lim yetim uda ko'paygan sari avam Kreml sarayining urushning haqiqiy ahvolini kuchining barcha yoshirish usulidan borgan sir g'azablanishga boshladi. Urushda o'lganlar maxfiy dafn qilindi. Qabriga azob hasrat bilan qilchi munosabatsiz proletariat internatsionalizm burch uchun hayotini taqdim qilgan degan so'zlar o'yildi. Vatanga qaytgan koni askarlar, hatto meyib askarlarmi alayda ta'minotdan bahramand bo'la olmadi. Yuqori darajalik amaldorlarning farzandlari o'g'irliqcha harbiy majburiyatdan qochdi. Ularning hammasi bir xil nafratlik hissiyotni barliq keltirdi. Bundaq nafratlik hissiyotga mangu kor bo'lmasligi bo'lmaydi. Bo'libmi, texmi keng oshkorlikni yo'l qo'ygan ahvolda texmi bo'lmaydi. Eng oxirida bu og'rinish yoki hatto siyosatdagi intayin sezgur og'rinishlarning hammasi to'kilib chiqdi. Masalan, 1987 yili 11 ayning 25 kuni nashr qilingan Haqiqat gazetida partiyaning yuqori darajalik amaldorlarining farzandlariga alayda ta'minot berganligi masalasida har qanday qilibmi put tasab turolmaydigan tushuncha berib, biz munavvar, sharoit yaxshi kishilarni Afg'onistonga avatimiz. Qarmoqqa noit g'alitida ko'rinsimi, ammo amaldorlarning farzandlari haqiqatan badan sifati nacharligi sababidan armiya vazifasi o'tashga faqatla mos kelmaydi dedi. Bu tushuncha faqatla urushda o'g'illar o'lgan yoki yordar bo'lganlarning ota-onalarini texmi g'azablantirdi, xolos. Texmi ahamiyatligi shuki, bularning hammasi 1987 yili allaqachon hammalarga ayon bo'lib, urushni boshqa bir talash tortish qo'zg'agan masalaga aylantirdi. Yana kelib kishilarning og'rinishi va noroziligi Kreml sarayining bu tajovuzchilik urushini qo'zg'ishining haqiqiy oqilonlik yoki emasligiga bo'lgan gumonini qo'zg'adi.
Мұндақ гуманның texmi cho'ng siyosiy ahamiyati bor. Moskvadan tarqalgan bir yumurda deyilishicha, Brezhnev va uning asosli xizmatdoshi g'arq mas bo'lgandan keyin tajovuz qilishga doir eng oxirgi buyruqqa imzo qo'ygan. Sovet ittifoqining yaqinqi tarixida hozirgi diplomatiya siyosatini oshkor tanqidlash kamdan kam uchraydi. Lekin Sovet ittifoqining atoqliq diplomatiya mutaxassisi akademik O. Bogomolov 1988 yılı 3. ayının 16. günü nəşr qılınğan ədəbiyyat gazetida aniq oshkorlab, tajovuz qilib 3 haftadan keyin Sovet Akademiyasi Dünya Sotsializm Tuzilmasi iqtisod tadqiqot organi partiya rahbarlariga harakatning behuda avorchilik va ziyonli xarakteri tahlil qilingan dokladini topshirganligini aytdi. Sovet ittifoqining yana bir diplomatiya mutaxassisi A. Bovin 1988 yılı 5. ayının 22. günü Moskva radio stansiyasi programmasida faqat dövlətning eng oliy qonun turg'izish o'rni muzokara qilib va tasdiqlangandila ondan Sovet ittifoqi qurolli qismlarini chet ellarga avatib urushga qatnashtirg'ili bo'ladi dedi. Gerçi Sovet ittifoqi armiyasi va maxfiy saqchilar mag'lub bo'lishga sukut qilish sabablik kelib chiqqan cho'nqur nachar ta'sirdan andishiga tushgan bo'lsa-mu, kishilar ehtimol Sovet ittifoqining eng oxirida askar chekindirish qarorini chiqarishning qisman sababining dövlət ichi besim ekanligini o'ylab yetalishi mumkin. Shunday qilib, Sovet ittifoqining bevosita aralashishi oxirlashgan taqdirdami, ya'ni bo'libmi agar bu mag'lubiyat Sharqiy Yevropada, hatto Sovet ittifoqining ichki qismida yanama ilgirlab millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash harakatini keltirib chiqarsa, Afg'oniston urushiga aloqador talash tortishlar yanada davomlashadi. Davomi bor.